Ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha O'zbekistonga qaytishimizga to'g'ri kelib qoldi tez kunda. Shuning uchun sizlarni ishga taklif qilamiz. Xazankalar faqat выходной kunlari, shanba va yakshanba kunlari kelishadi. Shanba, yakshanba kuni ham yotib qolishmaydi. Shanba kuni kelib, shanba kuni ketishadi. Yakshanba kuni yana kelib ketishadi. Bu yerda ayol kishiga ish deyarli yo'q. Faqat shu shanba, yakshanba kuni kelganda xazankalarimizni qo'mitasi shu xonani tozalab qo'ysa bo'ldi dushanba kunga. Bir haftada bir marta shu xonani tozalashadi. Boshqa ish yo'q. Tilni bilishi ham shart emas, ayol kishini tushunsa bo'ldi. Juda yaxshi insonlar xazankalarimiz. Mana bu biz uchun ajratilgan qo'mita. 2 xonadan iborat. Hamma sharoitlar mavjud. Mana biz uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yoq esa dush, vanna, kir yuvish mashinasi, issiq suv, sovuq suv, hamma sharoitlar bor. Kir mashina. Bu yerda ayol kishiga stirka yo'q, glashka yo'q, gatovka yo'q. Ayol kishiga deyarli ish yo'q. Erkak kishiga esa faqat mana shu gazon o'rish, qishda qor kurash. Va yana bir dona iti bor, ana shu itiga kuniga 2 mahal ovqatini berish. Mana shu yerlarda gazon o'riladi. Ayol kishiga esa faqat shu xazankalar kelgan kunlari shu tozalikka qarashsa bo'ldi. Boshqa ish yo'q ayol kishiniki. Bu yoq esa bizda dam olish va ovqatlanish xonamiz. Xazankalar bu yoqqa chiqishmaydi deyarli. Faqat biz uchun ajratilgan. Xazankalar kelishsa ham faqat o'zlarining qo'mitasida ovqatlanib ketishadi. Bu yoqqa kirishmaydi deyarli. Biz uchun ajratilgan kuxna. Hamma sharoitlar bor kuxnada. Xaladennik, gaz plita, hamma sharoitlar mavjud.